Diqqat, bo'lajak haydovchilar, 1-fevraldan keyin barcha haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmoqchi bo'lgan bo'lajak haydovchilarda bitta savol. Endi tartib qanaqa? Menga nima majburiy emas? To'lovi qancha bo'ladi? Vaqti qancha bo'ladi? Xo'sh, bizga nimalar ma'lum? Demak, aziz obunachilar, biz aytgan, siz kutgan 1-fevral ham yaqinlashmoqda. Hukumatning tegishli 676-sonli qarori bizga nimalarni ma'lum qiladi? Endilikda haydovchilikning A va B guvohnomasini olmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz o'qish jarayonining nazariy qismi ixtiyoriy bo'ldi. Buni o'zingiz yoki avtomaktablar ham shu o'rinda unutmang, avtomaktablar ham o'z faoliyatini davom ettiradi. Jonli muloqotda mutaxassislar tomonidan o'rganishingiz, mutaxassislar asosida o'rganishingiz ham mumkin hisoblanadi. Lekin bir narsa o'zgarmaydi. Avtotransport vositasini boshqarish amaliy kurslar majburiy va shart hisoblanadi. Siz avtomaktabga borasiz va belgilangan amaliy mashg'ulotlarni tugatasiz. Shundan keyin sizga elektron guvohnoma shakllantiriladi va shundan keyingina sizga imtihon markaziga borishingiz va amaliy va nazariy imtihonlarni topshirishingizga ruxsat beriladi. Shu o'rinda bo'lajak haydovchilarga yana bir qulaylik. Endilikda guruhlarni shakllantirish davlat yo'l harakati xizmatining undan ro'yxatga olish bekor qilindi. Bu jarayonni ancha bizga tezlashtirib beradi. Siz avtomaktabga borgan kuningizdan boshlab o'qish jarayoningiz boshlanadi va davom etadi.